hayajon kuchli-da. Qo'rquvim ham kuchli-da, hayajon ham kuchli-da. Lekin bu bilan bor u hayajon. Kechagi konsertdagi odamlarni fikrlaridan, odamlarni qo'llab-quvvatlashidan, ularni menga etgan, ko'rsatgan e'tiboridan men ancha o'zimni bosdim. Bugun xuddi o'sha kecha aytgan gapim yaqinlarim oldida shunchaki ana konsert qo'yib berardik-ku, o'shanaqa qilib yoshligimizda qo'ygandek qilib qo'yib beradigan holatdaman. Men shuning uchun bugun spokойныroqman. Dilnozning muxlislar bilan navbatdagi uchrashuvi go'zal lahzalarga boy, samimiy tarzda o'tdi. U musiqiy ixlosmandlari bilan eng quvonchli damlarini bo'lishdi, hattoki ularga kelin salom uyushtirdi. Bu safargi sahnada ijro etadigan rolim ham shu kelin salomchi rolida. O'zimning kasbim bilan Xudo xolasa sahnada Dilnozaxonni yana muxlislar uchun salomlarini taqdim etaman. Xonanda o'zining eng sara qo'shiqlari, yangi taronalari va kutilmagan duet taronani sobiq Ummon guruhi a'zosi Shohrux bilan ijro etdi. Kechada san'at olamining ko'plab vakillari, mashhur bastakorlar, aktyorlar va yosh iste'dod egalari ham mehmon sifatida ishtirok etdilar. O'zimiz ham mazza qilib eshitamiz, muxlisimiz Dilnozni. Sir bo'lmasa bugungi konsertda nima kutyapsiz? Bugun konsertimizda shu yaqinda aytgan xorazmcha qo'shiq qanaqa chiqqan ekan deb shuni kutyapman. Birga ishladik-da. Necha baho qo'yasiz endi o'quvchingizga? Zo'r, молодец. Сразу shu o'zim xohlagandek Ma'lum xorazmliklar ham zo'r baho beradi. Ijodda har tomonlama mukammal deb bilaman. Ham raqsda, ham ovozda, hammasida, aktyorskiy, har tomonlama Dilnoz kuchli ijodkor, san'atkor. Bir necha yillarni bosib o'tdi Dilnoz. Sabr bilan kutdi shu kunlarni. Nima deb o'ylaysiz? Uni asosiy muvaffaqiyat kaliti nimada? Ijodidagi. Harakatida, tinmasligida, to'xtamasligida. Musiqiy oqshom yana bir bor shuni isbotladiki, Dilnoz o'z ijodi, samimiyligi va sahnadagi jozibasi bilan tomoshabinlar qalbidan chuqur joy egallay olgan san'atkorlardan biridir. Nigora Elmurodova, Samandar Samatov, Abbos O'tbosarov, Zamon informatsion dasturi uchun.